Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz siz bilan Aziz Prestige jamoasi va nihoyat iqoma haqida to'liq video qilishga qaror qildik. Ko'pchilikning savol va takliflariga yarasha biz endi iqoma masalasini to'liq sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Iqoma olish qonun qoidalari, iqoma o'zi nima, iqoma sizga Saudiya Arabistonida yashashingizda qanday yordam ko'rsatadi? Avvalambor iqoma olib olishdan oldin siz uni nima ekanligini va sizga Saudiya Arabistonida nimalar berishligini bilib olishimiz kerak. Ko'pchilik o'ylaydi iqoma bu shunchaki karta. Aslida esa bu sizga Saudiya Arabistonida qonuniy yashash, ishlash va hayot kechirish imkonini beradigan asosiy hujjat. Iqoma bu Saudiya Arabistonida vaqtincha yashash ruxsatnomasi, ya'ni o'zimizdagi propiska, ya'ni vaqtinchalik propiska. U sizga qonuniy ishlash, bank hisobi ochish, uy ijaraga olish, o'z nomingizga mashina olish va hatto oilangizni olib kelish imkonini ham beradi. Iqomasiz siz bu ishlarning deyarli hech birini bajara olmaysiz. Iqomaning bir nechta turlari bor. Ular ishchi iqomasi, istiqdam, ya'ni oilaviy iqoma, talabalik iqomasi, vaqtinchalik ish kontrakti uchun iqomalar, diplomatik iqoma va premium iqomalar ham bor. Keling endi iqoma turlarini men sizga to'liq tushuntirib beray. Xo'sh, iqoma turlari ishchi iqomasidan boshlaymiz. Bu iqoma kafillik, ya'ni kafala sistemasi orqali tuzilgan. Sizning kafilingiz yo Saudiya fuqarosi yoki Saudiyadagi faol kompaniya bo'lishi shart yoki bo'lishi mumkin. Bu qanday olinadi? Sizni biron bir kompaniya ishga taklif qiladi, viza chiqaradi va siz kelib shu viza asosida Saudiyadan iqoma olasiz va siz yuridik tarafdan kompaniyaga bog'lanasiz. Cheklovlari: siz boshqa ishga o'z xohishingiz bilan o'ta olmaysiz, Saudiyaga xohlagan paytda kirib chiqa olmaysiz, albatta kafilingizdan kirish-chiqish vizasini olishingiz kerak bo'ladi. Qo'shimcha ish ham qila olmaysiz, bu qonunga xilof bo'ladi. Yana bir nyuanslardan biri, siz aktiv emassiz, sizni sistema boshqaradi. Afzallik taraflariga keladigan bo'lsak, iqoma olishning eng oson yo'li kafilingiz barcha xarajatlaringizni o'z zimmasiga oladi va shunday afzallik taraflari bor. Ya'ni ishchi iqomasini olish iqoma olishning eng oson yo'llaridan biri desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Istiqdam, ya'ni oilaviy iqoma olish qonun qoidalarini ko'rib chiqamiz. Ushbu iqoma hech qanday statusga ega emas, balki bu qo'shimcha status. Ya'ni bir ishchi iqoma egasi, masalan, bo'lishi mumkin. Bo'lsa o'z ayolini va bolalarini Saudiyaga o'z kafilligi ostida chaqiradi va xarajatlarni iqoma egasi, ya'ni erning o'zi to'laydi. Buning cheklovlariga keladigan bo'lsak, ishlash mumkin emas. Muhim tarafi esa bolalar maktab yoki bog'chaga borishlari mumkin bo'ladi. Keyingi iqomamiz bu talabalik iqomasi. Ushbu iqomani olishingiz uchun siz avvalambor Saudiya Arabistonidagi biron bir universitetlardan biriga qabul bo'lgan bo'lishingiz shart bo'ladi. Iqoma muddati o'qish vaqtiga qarab beriladi. Cheklovlari: ishlash mumkin emas, universitet kafilligida bo'lasiz. Keyingi iqoma vaqtinchalik ish kontrakti uchun beriladigan iqoma. Bu qanday bo'ladi? Vaqtinchalik ish kontrakti uchun beriladigan iqoma bu, ya'ni mavsumli loyihalar yoki kichkina bir necha oylik loyihalar uchun beriladigan ishchi iqoma. Masalan, hajda ishchilar olinadi, haj mavsumida ishlanadi va hajdan keyin o'z yurtlariga qaytib ketishadi. Xuddi shunga o'xshagan odamlar uchun vaqtinchalik beriladigan iqomalar. Keyingi iqoma diplomatik iqoma. Ushbu iqoma elchilar va elchixonada ishlaydiganlar, konsullar uchun beriladi. Va bizda oxirgi iqomamizning turi premium iqoma. Premium iqoma nomidan ko'rinib turibdiki, oddiy iqoma emas, balki VIP iqoma, ya'ni green card desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Va bu premium iqomaning ham bir nechta turlari bor. Eshitganingizdek, premium iqomaning o'zining ham turlari bor. Birinchisi, umrbodga beriladigan iqoma. 800 ming riyol evaziga umrbodga iqomani sotib olishingiz mumkin. Ikkinchisi, investor iqomasi 10 yilga beriladi. Uni olish oson, lekin olishning o'z talablari bor. Investor iqomasini olgandan keyin Saudiyada biron turdagi kompaniyadan birini ochish
va shu kompaniyaning oborotini 2 yil mobaynida 7 million riyoldan, ya'ni 1 million 865 ming dollardan oshirishi kerak bo'ladi. Uchinchisi, mamlakatga kerakli bo'ladigan kasb egalari uchun beriladigan iqoma. Masalan, vrach, professorlar va boshqa muhim ish egalari, ya'ni davlat uchun kerakli bo'lgan odamlarga beriladigan iqomalar. Ko'chmas mulk olganda beriladigan premium iqoma ham bor. Buni olish 4 million riyaldan qimmat bo'lgan ko'chmas mulk olishingiz kerak va sizga umrbodga iqoma beriladi. Afzalliklari: siz Saudiyadan xohlagan paytda kirish-chiqish vizasi yo'q bo'lsa ham kirib chiqib yursangiz bo'ladi. Har yili cho'zdirish shart emas. Iqoma olgandan keyin ayolingizga 25 yoshgacha bo'lgan farzandlaringizga va ota-onangizga premium iqoma beriladi va shu oila a'zolaringiz o'ziga YTT, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor sifatida bu yoqdan Saudiya Arabistonidan biznes ochishligi va ishlatishligi mumkin bo'ladi. Va eng asosiy qismi, premium iqoma hech qanday kafillarsiz olinadi. Keyingi bo'limimiz iqoma qanday rasmiylashtiriladi. Iqoma rasmiylashtirish tepada aytib o'tganimdek biron bir kafillar bilan yoki kompaniya kafilligi ostida olinadi. Yoki premium iqoma olinadi yoki hozirda yangi qonunlar qabul qilinib, siz o'z pasportingizga saudiyalik kafillarsiz Saudiyadan kompaniya ochib, aynan o'z kompaniyangiz kafilligi ostida iqoma olishingiz mumkin. Hozirda iqoma olishning eng oson va xavfsiz yo'llaridan biri bu Saudiyada o'z nomingizga kompaniya ochib, o'z kompaniyangiz kafilligi ostida iqoma olishingiz. Ha, bu hozirda mumkin, albatta. Bu oldini juda ham bir imkonsiz narsa edi, lekin hozirda bu narsaga ruxsat berilib, qonunlar yengillashtirildi. Bizdagi iqoma haqidagi ma'lumotlarimiz, to'liq ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar sizni qiziqtirgan biron bir savollaringiz va takliflaringiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin va biz sizga Saudiya Arabistonida biznes ochib, gurkirab yashnashingizda yordam beramiz inshaalloh.